Keyingi xabarimiz o'rtoqlar, dunyodagi milliarderlardan bittasi bo'lgan Jeff Bezos haqida. Jeff Bezosni bilamiz, 2021-yilda Amazondan ayrilgandi va hozirgacha Blue Origin firmasida co-founderlardan biri sifatida ish olib borayotgandi va bu yildan e'tiboran Jeff Bezos ham sun'iy ong bo'yicha ishlaydigan founderlarning orasiga qo'shildi. O'zining yangi kompaniyasi Prometheus projekt orqali. Uni co-founderi ham bor, ismi Vic Bajar. Avvallari Google X'da, Waymo startapida va Windron firmalarida ishlab kelgan fizik va kimyogar. Ushbu kompaniya LLM sifatida emas, ya'ni assistant ChatGPT Grok sifatida emas, aksini olib turib, hardverga, ya'ni ishlab chiqarishga fokusni qaratmoqchi. Hali ko'p ma'lumotlar chiqmagan, lekin engineering, robotik texnika kabi ishlab chiqarishga fokusni qaratishini aytib o'tgan.